Hammaga salom. Bugun yana biz Brawl Stars o'ynaymiz. Brawl Stars'da esa qaysi odamda o'ynaymiz? Конечно же, Kaletda o'ynaymiz. Yangi rejimda o'ynaymiz. Knockoutda o'ynaymiz. Knockoutda esa yutib Ona knockoutga kirdim. Knockoutda o'ynaymiz, qo'lim bosamiz, anaqa. Palodan tanlaymiz. Voy knockout. Voy knockout debman ограбление o'ynamoqchi edim. Mayli, yutib tashlayman hozir. Даже Kaloda ham tushmagan ekan. Nanosilo yo'q ekan. Men knockout tanlabman. Mayli, bizda zato Sirius bor. Sirius. Mana ko'rlaringmi tezligini. Mana bu o'yinda yutdi. Men bilmasdan knockoutga kirib ketibman. Qaranglar. Malades kallada, bu zo'r kalla. Bugun esa Jujuda o'ynaymiz. Jujuda yediramiz. Brawl Ball'ga kiramiz, keyin esa yutamiz. Ularning 5 ta yashik ochdim. 18 tadan 5 ta yashik ochdim. Bu degani 10 ta yutding degani. 10 ta yutding degani bu oshik ham degani. 8 ta biletni otvorning yutqazib tashlaring degani. Zato yutdim. Demak ham olganlar ham bor. To'g'rimi? Maladesman. Barmening go'lirdim. Jujuda hozir boramiz. Yana bizga cho'tib botlar chiqdi. Bizga bunaqa botlar tushishi kerak emas edi. Ana o'ldirdim. Bu esa bemalol LFK. Gol tashadi. Bemalol barataga bang qilib mячga otib tashadi, keyin esa gol tashadi. Bu hammasi meni orqamdan bo'ldi. Men yordamlashdim. Meni yordamimsiz o'xshamasdi. O'xshamasdi. Qani Trankka Jujuga Trank qarshi. Конечно же, bu o'yinda Juju yutdi. Lekin menga bo'lmaganda yutardim. O'zim harbiy itak yutdim. Trank. Gol urdi. Lekin men Trankni yutdim. Даже menga qo'limga mячga tushib qoldi. Men yutdim. Lekin hozir yutqazib qo'ydim. Chunki 3 ga 1 qarshi o'ynardim. 3 ga 1 qarshi bo'lmaganda hozir yutgan bo'lardim. Ular chesni o'ynaganda. Money. Qochib ketdim. O'ldirib qo'ydi. Lekin xafa bo'lmaymiz. Men kibersportman. Kibersport esa har doim yo'lini topadi, keyin esa gol urib tashlaydi. Kibersportlar shunaqa bo'ladi. Qachon bo'ladi. Wow, kibersportlar ham shunaqa yutqazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun xafa bo'lmaymiz. Men esa har doimgidek yutib tashlayman. Voy, gaplashib maytga o'yinga qaramabman, keyin esa yutqazib qo'ydik. Bu esa bu momentdan esa Lili foydalanib oldi. Bular jonga tegdi. Uncha to'lla bular. Uni gol urib qo'y. Frank Daybu bo'ldi. Aldadim. Trank daqa giper bilan o'ta qilib keldi. Men esa aldab ketdim. Gol bo'ldi. Ushlab qololmadik. Frank mana Frank to'p o'yinma qilyapti. Faqat men o'ynayapman. O'zlaring-ku to'g'ri, bitta men o'ynadim-ku. Shuning uchun bitta like osasizlar kim. Nimani bosishni o'zlaring bilasizlar-ku. To'g'rimi? Frank Max Shay, Juju Stu Ems. Ba'da eng zo'ri Juju o'ynaydi. O'zlaring ko'rlaring bundan oldingi raundlarni to'g'ri. Qilib bikalariga ham pangil bo'lib ketdi. Agar giperim bo'lganda hozir giperim to'lgan bo'lardi, lekin giperim yo'qdi. Chunki men shunday kamgina bayasni kuchaytiraman. Keyin esa boshqa odamni kuchaytirib tashlayman. Fakti. O'zim haqimda fakt aytdim hozir.
Shunda bitta odamni kuchaytiraman, ikkinchisini kuchaytirib tashlayman. Agar hozir menga 0 tushib qolsa, 0 kuchaytirib tashlayman. Sho'lasam, kirishdi ishlasizlar. Chiqib ketishdi. Voy malodeslar. Voy mana u ham bosilib ketdi. Pam 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 pam. El primo Rico Leon Bibi Colt Juju. Juju deb yotibman, Gigi degan. Adam anashtirib qo'yaman shunaqa. Voy. Ikkalasini ham o'ldirib tashladim. Chunki bular botmi yoki bot emasmi? Ber Colt. Voy Colt. Voy Colt emas, Colt. Botlar tushdi deb endi o'yin qilish kerak emas-ku. Men bilan bunaqa o'yin qilma sen Colt. Ona, молодец Bibi. Bibi esa молодец. Bibiga respekt o'z. Meni respektim. Coltga esa men respektimni ololmadim. Bitta Bibi men respektimni ololdi. Bitta Bibi молодец. Bibi ikkita gol urdi. Men orqamdan gol urgan bo'lsam, lekin gol urdi. Colt esa otvordi. Uzoqqa otvordi. Bunaqalarga meni respektim ololmaydi. Faqat Bibiga o'xshaganlar respektim oladi. Respektim olganlar ish qilib malodesda. Nima bu? Nima edi bu? Qanday olsam bo'ladi? Даже skin chiqqani yo'q bunda. O'lib ham qoldim. 29 game turadi, necha game turadi? Kim biladi? Kim ochdi? Kim sotib oldi? Sotib olganlar bormi? Olganlar bormi? Shunaqa skin tushirganlar bormi? Qanday olsa bo'ladi? Menga o'rgatinglar, iltimos. Qanday gol uraman? Men ham shunaqa skinni olaman. Tushirib, sizlarga ko'rsataman. Xo'pmi? Bitta oy bozorlar keyin esa balkim tushib qolganini men ham sizlarga ko'rsataman. Men ham shunaqa endi skinni olishim kerak. Kibersportlik Norina. Bibi dedim. Kim o'yladim? Leon minus. Mana Nori olib kelsang bo'lmasmidi? Skinning zo'r-ku, lekin o'zing zo'r emas ekansan, bor. Bibi vay Bibi. Oy, 2 marta ushlab oldi, bor. O'zim gol urdim. Ulta bilan gol urdim. Ulta bilan kirgandan kim maza qiladi? Bang otadi, ulta bilan maza qilaman-da, bor. Kim maza qiladi shunaqa menga ulta bilan otganda. Oddiy gol ursa esa uncha qiziq bo'lmaydi. Ulta bilan otganda zo'r bo'ladi. To'g'ri aytgan bo'lsam, to'g'ri olsa bosib qo'yinglar. Xo'pmi? Ularda ham juju bor ekan, lekin bizdagi juju zo'rroq, to'g'rimi? Gadjetni bosib oldi bu. What is it? Ulta qilmaganda lekin yutardim bor. Ulta qildi bu, Qani, juju baxtga, jujuga qarshi juju. Menda qimmatroq skin bor. Nima qiladi? O'zim abjag'im chiqardi. Ushlasam bo'lmasmidi? Men ushlamadim-ku. Nega ular ushlamadi? Seni skining zo'rdi-ku. Nori, seni skining zo'rdi-ku. Nuri men bilan 2 raund o'ynadik. Ikkinchisida yutqazib qo'ydi, chunki uni aybi bo'ldi. Men aybi emas-ku, to'g'rimi? Men zo'r o'ynadim-ku qadamga. Yana botlar tushdimi? Botlarga qarshi o'yin o'ynaymiz. Qiziq qolmaydi-ku o'yindagi. Kim botlarga qarshi o'ynaganda qiziq qolmagan? Menda shunaqa bo'ladi. Damian ekan. Damianning ovozi ekan. Frankda ham ovoz o'ldirib tashlayman. Hozir matchga beray, gol urasizlar. Damian gol. Voy Damian nima qilding? Damian gir. Okey, Damian gir. Okey.
O, молодец. Men молодец. Kim молодец? Men молодец. Voy, son молодецman, son молодец bo'lmadim-da, son молодец bo'lmadim. Bo'lishim kerak tezroq. Bu ekan. Hech qachon meni urmaydi ekan deb oldiga borib, buldi oldiga borib yotibman. Qanaqa молодецman, qanaqa молодецman. Bibi, bye bye, baxti. Men birinchi o'ldiraman. Men Damyanga bermoqchiman. Damyan senga endi yo'q. Sen gol urmoqchi. Ikki mal deb qo'y. Abdullahxon 202. U ham o'zbek ekan. Ko'rlaring o'zbek bilan o'ynadi. Bibi bye bye, bye bye. O'rtam bosman. Berdim. O'lib qoldi. Damyan, nima o'lib qoldi? Men gol ur. Gol ur, iltimos. Gol ur, iltimos. Ani jonim to'ldimi? Jonim. Anaqa nima edi? Ulta qilganda jon to'ladi. Bibi. Is the git. Ko'madi bu. Fang ekan. Fang ko'rgan ekan. Hozir Fangda ham, Bibisini ham hammasini bachani chiqaraman. O'zim uraman, bu safar hech kimga bermayman. O'zim uraman. Hozir bo'yinga berdim, uraman. Damyanga berdim, uraman. O'zim esa hech kimga bermasdan o'zim kirdim, gol oldim. Ko'rlaring. O'ziga ishonch, hammaga ishonch. Nimalar deyapman o'zimcha nima deyapman. Barabarabam. Yana botlarmi? Brawl Stars. Что случилось? Brawl Stars. Что происходит? What is happen? Brawl Stars. Nimaga menga botlar faqat tushyapti? Chunki balkim kubogim kam bo'lgan shunda. Shuning uchunmi? Endi bildim. To'g'ri-da. Kamgina kubokchaga kim unaqa kibersportlarni beradi? To'g'rimi? Meni mazza qilib yutvosin deb men haqimda qayg'uryapti-da bu Brawl Stars. Lekin bilmaydiki, men zo'r o'ynashim. Bilmaydiki, men xabar yutishimni. 590 bitta kubok. Bu kam kubok emas-ku, to'g'rimi? Shuning uchun menga kibersport bersa, hamma kibersportlarni qilib yutashman. Ularda bu bor. Ana kibersport deganimga kibersportlar chiqdi desam aldagan bo'laman. Chunki bular kibersport emas, kibermort yangiso'z. O'zim nomimda topilgan so'z. Kameni urinchoq qilib olishga ulgurdim. Lekin bu gipera bermaydi-ku, lekin baribir-da zato ulta beradi. Ultam tugab qoldi. Ikkalasini ham o'ldirdim. Ulgurdim. I am Flash, I am Sonic, I am Mega Booster Joy. All jelly. Ishqilib gol tashladim. Shunday miyachigini oldim, shunday gol varataga tiqdim. Shunday miyachigini oldim, shunday otib oldim. Shunday miyachigini oldim, shunday tichkam to'ldi, shunday otib oldim. Ularning zo'r o'ynash kerak edi, menga o'xshab shunaqa. To'g'ri. Ularda ham naqa kichkinku. Meda bir bola. Kibersport Nuri. Ushlab paytda o'rin berardim. Mazami? Maydachi bolacha o'zicha meni o'ldiradi. Kuklani o'ldiradi, kichkina bolacha. Deyapti hozir mendan ko'rasa. Nurini ochmasa bo'lmaydi. Nurin dahshat bayas ekan. Shu bayasni ochinglar, mazza qilasizlar. Mazza qilib yutasizlar. 2-3 prime qo'lasizlar. 4-5 prime qo'lasizlar. Men Gruziyaga qo'shsalaring va shu 10 prime tashlasizlar. To'g'ri. Chunki men kibersportman. Men kibersport qatdan topasizlar. Mana kibersportda o'zi sizlarga Gruziyaga chaqirmoqchi. Hazil. Soобщение kelib qoldi. Soобщениeni udalik qilib tashlaymiz. Soобщение bizga kerak emas hozircha. Hop. Buni o'ldirmoqchi edim uni.
Ana gol urdi. Men kirmaganimda bu Nuri hayotda gol ura olmasdi. Men bordim, keyin gol urdi. Pizza, pizza, da, pizza. Давай. Давай, Nuri, gol. Menga mячni ber, pas ber. Pas ber. Angel gol urdi. Lekin Google gol urishi mumkin. Men gol urishim mumkin edi. Agar pas berganda u qo'ldan mячni olib qo'yish mumkin bo'lganda, biroq Starsda men shunday qo'lni olib qo'yaman, shunday vartaga aylantirib qilib otib yuborardim, keyin esa gol bo'lib ketardi. Hammasini o'chirib yuborardim. O'yindan chiqib ketishdi-ku. Mayli. Plus 66 ta kubok ko'tarib oldi. Ko'rlaring, kamgina vaqtda o'zida 66 ta kubok. Bu esa rekord-ku. Мировой rekord. World of Records. Mayli. Men chidab kelganlaring uchun shu paytgacha rahmat. Kattakon rahmat. Hammaga xayr. Bugungi videomiz tugadi.